Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Sada play bo'laman. Bugun sizlar bilan men shu nimani yangi qishloqqa ko'chganimdan keyin bu uy yoqmay qoldi. Men yangi uy quraman, yangi narsalar qilaman. Buni videoga ham olib ketishim kerak. Qani boshladim bo'lmasam. Men birinchi o'rinda toshlar olishim kerak. Toshlar juda kam. Tosh, daraxt, boshqa narsalarni olishim kerak. Chunki men juda hozir mana shu konni yo'lagini ham to'g'rilashim kerak. Hali ko'p ishlarim bor. Qani boshlayman. Mana bu yerda yo'q qo'y. Shuni aytmoqchiman, men juda nima turdim, shuning uchun nimalarim bo'lmayapti. Yaxshi uyqu ololmadim, shuning uchun uyqusirab ketyapman. Mana ko'lbabam oldim 64 ta. Aytib o'tay, hammasini 64 ta. Nima desam bo'ladi? Tosh yana bu yerda granit ekan, bilmayman bu narsani. Bu narsa loyga o'xshagan qum, tosh va bu marmar. Marmar emas endi. Boshqa narsa. Endi men borib nimaga daraxt chopishim kerak. Qani ketdim, bularni sandig'imga solib, hammasini birlashtirib, keyin ham uyimni bu yerda yaxshi emas, boshqa joydan quramiz. Hamma narsamni solib olay. Bo'ldi. Endi men borib daraxt chop. Mana endi men ketdim daraxt chopay. Qani daraxt chopish bu oson ish, lekin baribir ham yaxshi chopolmasang, daraxt chopishni bilmasang, chopa olmaysan. Hamma yoqda qozishim kerak. Bu yerlarga ham nimagadir asta chopyapman. Qani buni ham chopa olamiz. Bu yerlarda ham chopa olsam. Men qo'l bilan chopayotibman, voy. Mana bo'ldi. Endi borib men bu daraxt chopay. Uyimni polini taxta qilamanmi, tosh qilamanmi? Taxta qilsam menga yoqadi. Bu yerda ham qani bu yerlarda ham qilib qo'yaveray. Do'stlar, mana kech ham bo'lib qoldi. Endi men borib uxlay. Yaxshisi ketdim, men uxlay qolaman. Qani men ketdim. Uyqum ham kelmayapti-yu, baribir ham uxlashga majbur. Ketdim men. Endi borib eshikni ochib ozgina uxlab, keyin borib nima quraversam ham bo'ladi uyimni. Daraxtni, novdalar yoki nimalarni uyimni oldiga uxlayman. Qani men uxlayman.
Mana turbam oldim. Ay, belim. Oy. Endi borib uyimni qura qolay. Qani ketdim. Nimalar olay? Birinchi o'rinda. Nima? Tosh. Keyin nima? Yog'och. Keyin mana u nimalarni olay? Endi mayli, kosachalarni ham chiqarib qo'yay. ikkita 64 va 22 ta nima bo'ldi? Kosachalarni baqa solib qo'yaman. Endi borib uyimni qurishni boshlay. Qani ketdim. Yopamiz. Jussar qayerdan qo'yay bilmayapman. Bir chiroyli, bir zo'r joydan qurishim kerak menimcha. Mening mana shu yerdan quraman. Kattaroq joy ekan. Mana yerdan boshlayman. Endi bu uyimni qura qolay va noto'g'ri chiqib ketdi. Qani borib nimamni ham uyim mana shu yer. Yangi uyimga umuman mos olmayapman, shuning uchun yangi uy quramiz. Buni qilib tushdim. Mana ketdim. Mana shu yerdan qursam ham bo'ladi. Bu yerda taxta qilaman. Shu yerlar yaxshi. Bu yerdan qanday bo'ladi ekan? Shu yerdan ham qism bo'ladi. Juda mayda bo'lib boyar. Mayli. Qani juda mayda chiqdi-yu, menga yoqmadi-yu. Lekin buni ikkinchi qavatini ham qilib qo'ysam bir chiroyli chiqsa kerak endi. Shu yerlardan mana yo'q, yaxshi chiqmadi.
To'xtang. Mana shunday qilay. Bu yerda bunday, bunday. Keyin bunday. Keyin bunday. Yeah. Bunday. Faqat yog'och bo'ldi. Mana menga yo'q endi. Qurib qo'yamiz. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9, 10, 11, 12, 13, 10 va 14. Qorong'i bo'lib qoldi juda. Mana. To'xtang, bu yerdan emas. Shu yerdan, bu yerdan. Mana. Bo'ldi. Mana yaxshi. Endi ketdim. Mana endi bu yerdan nima ana buni yasamoqchi edim. Bo'ldi. Endi borib bitta hozir eshik yasab ketay. Endi nima qilamiz? Olamizda endi ketamiz. Bu tarafda edi. Mana shu qayerda? Ana. Yana mana mayli sog' bo'ling do'stlar, mayli xayr. Men hozir videoni o'chiraman. Obuna bo'ling, like bosing. Xayr do'stlar, sog' bo'ling, omon bo'ling.